O'rtoqlar, niyat qilishdan hech qachon to'xtamanglar. Bilasizlar, men nimaga bunaqa deyapman? Yaqin do'stim, hamkasbim ro'ppa-rosa 1 yil oldin hamkasblar bilan tog'ga ketayotganimizda, o'rtoq, xudo xolasa keyingi yil BMW i5 mashinasini olaman deb niyat qilgan edi. Mana shu kunlarga Alloh o'zi yetishtirdi. Alloh o'zi avvalambor xayrli qilsin, arzimasa ham ko'rmanasi bor, xudo xolasa hammamizga shunaqa kunlar nasib qilsin, ilohim. Ota-onamizni shunaqa zo'r mashinalarda olib yurish nasib qilsin. Bitta videoga like bosib qo'yasizlar va albatta yaqinlarga ham yuborib qo'yinglar. Mana o'rtoqlar. Maşallah, qaranglar qanaqa chiroyli. BMW i5. Videoga olaman sizni. Bu bizdan ko'rmana. Alloh xayrli qilsin. Hozir obunachilarga aytayotgandim. 1 yil oldin ana hamkasblar bilan tog'ga ketayotganimizda niyat qilgan edi o'rtog'im. Xudo xolasa keyingi yil BMW i5 olaman deb niyat qilgan edi. Mana o'rtoqlar 1 yil, ro'ppa-rosa 1 yil bo'ldi shu gapiga va mana tabriklasanglar bo'ladi. Xudo xolasa niyat qilganlarga bitta like bosib qo'yasizlar va albatta izohlarda yaqin do'stlarni belgilab ketasizlar.